Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ana meni qo'chqorimiz mandan hapala. Xuddi men bularga pasport o'ling, nikohdan o'ting degandakka oldin o'rganib qo'ygan ekanlar. Bez nikoh 30 ta 40 tasi bilan yashab, o'zi mana pasport oldilar. Bitta bilan nikohdan o'tdilar. Endi majburlar, xohlaylarmi, xohlamaylarmi umrlarining oxirigacha shu bitta bilan yashashga majburlar. Qo'chqorimiz hech qanaqa buldozer, kasimsotda nevarasi emas. O'zi mana chista limuzin o'zi mana bir baho bering uzunligiga ham. Bo'ylari 1+. Visi 130 kilo, 130 kilo oshiqroq. Ikki tishga endi chiqdi. Qo'chqorimiz o'zi chista limuzin. Yonidagi sog'lig'imiz mana chista Audi. Endi bulardan yaxshi gelikchalar, xudo xolasa tez kunlarda tug'ilib, o'zlaridan qo'sha qarib ko'payib yurishsin. Bular-ku mayli, ana 46 ta makon bilan yashaydi-ku. Xurojimiz bordi. U ham xafa bo'lib, zadda qilib, 3-4 kun ovqat yemasdan o'zi bitta makon bilan nikohdan o'tib olgan, alohida bo'lib yashitdi o'zi. Hammasi o'rganib qolgan ekanda, mana 30 ta sog'liqlar bilan bez nikoh yashab, ular xurojlar 40 ta 50 ta makonlar bilan bez nikoh yashab o'rganib qolgan ekan. Endi majbursizlar bitta bilan yashashga. Sog' bo'lasizlar, bu men chiqarganim emas endi. Ana qo'chqorimizga bir baho bering-chi. Dumbalari ham mana tikka dumba. Chista limuzin o'zi. Ana Audi sog'lig'imiz. Endi bularni bolachalari gelikchalar yaqinda paydo bo'lishadi, xudo xolasa. Ikkita yoshlarga baxt tilaymiz, endi majbursizlar umringning oxirigacha birga yashashga. Oldingidaqa endi 20-30 ta bilan yasholmaysizlar bez nikoh.